Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan Cherry Vlad limonadni avtosaloni. Bugunga biza 8 Tigo gibridni taqdim qilmoqchi biza. Narxini, stillarini, dizaynni, umuman deganda polni hamma narsasini obzorni qilmoqchi bo'lyapmiz. Shunga birinchi ochrat narxidan o'tib olamiz. Narxini 449.900 skidkasi bilan hozir 30 million chegirmasi bo'lyapti. 420 millionga chiqadi. Endilikda dizaynni ko'rmoqchi bo'lamiz. Dizaynga ahamiyat beringlar. Diamond stilda, chista agressivniy stilchasi. Mana buni men o'zim o'ylab topdim. Akuli javri deyiladi. Mana polni yonadi mana bular, ko'ryapsizlar. Faralari LED bo'lyapti. Cherry'si yonadi logotipi, передний, задний kameralari bor, parktroniklar polniy bor. Bu vichasini ko'ringlar, bir agressivniy vichasida, to'g'risi. Endi oldiga ketayotgan bo'lsak, agar balonlarga ahamiyat bergan bo'lsak, 19 lik diskalar. Hozirgi modada bo'lganki, Lagan deyiladi diskalar. Bizda misol Samarqand Vladda, umuman Samarqandda deganda Lagan deyiladi bunaqa disklar. Yomon shkarni, chiroyli. Balonlari o'zi mягкий balon, setishni o'zi Xitoydan primoy keladi, komfort humo balonlar. 360 graduslik kamerasi bor, slipoy zonasi bor. Endi ruchkalarga ahamiyat beringlar. Besklyuchovoy dostupi ham bor, yopayotganda ichga kirib ketadi. Endi salonni ko'ramiz. Salonga voy do deb qo'yaylik, bitta saloniga polni katta monitori bor. Polni kojni zamshivi qilgan, mana buni ko'rsalaring, taxta chisti, eshityapsizlar. Chisti taxta, karbonovi qilgan, polni mana ruchkalari. Endi ichini ko'ramiz. Bismillah. Birinchi ochrat ko'zga nima tushadi? Birinchi ochrat. Telefon bo'lyapti. Uzr, akalar, bu mijozlar telefon qilyapti shu mashinani olish uchun. Ko'zga tushadigan narsa bu bir katta panoramli displey. Bu displeyda polni nima bo'lyapti, mashin bilan nima jihozlangan, CarPlay, беспроводной zaryadkasi, kamera ham aytgancha. Bir oldinroq kelinglar. Bokovoy oynalari kameradan o'zingizga mos qilish mumkin. Keyin aytgancha беспроводной zaryadka abdufgacha bor. Беспроводной mana ahamiyat ko'ryapsizlarmi? Abduflari bor. Bir удобный ruchkachasi, bu funksiyalari, rejimlarini o'zgartirsa bo'ladi polni. Обогрев ruля bor. Polni обогрев ruля, голосовой qanday desam, bir голосовой помощники bor. Yordamchi. Misol, привет Alisa, привет Cherry desa agar, Cherry, привет. Hozircha menimcha qo'shilmagan, no keyingi obzorda polni aytib beramiz qanaqaligini. Xo'p, cruise control, abduf, обогрев, pamyat sideniya, eng zo'ri haydayotganda massaji bor. Oldinda, orqada massaji bor. Bir buni dardi hozir bitta tonirovka, to'g'risida bitta tonirovkacha krugovoy logki berasizlar, bulvarda mazza qilib rohatini olasizlar. Mana bu neonoviy podsvetkalarni polni almashtirsa bo'ladi. Operator sal oldinga kelsang bo'ladi. Tak. Xo'p, men bu yerda hozir ko'ramiz. Pauzу можешь поставить? Да, да. Сейчас. Раз, Включите питание, говорит. Все. Все, пошли? да, если раз, два. Operator sal oldinga kelsang, mijozlarga ko'rsatib o'tamiz. Keyin mana bunaqa ranglarni polni o'zgartirsa bo'ladi. Ko'ryaptimi sizlarga? Mazami. Xo'p, беспроводной zaryadkani aytayotgan bo'lsa agar, polni bunday qo'yamiz, ko'rsak bo'ladi, o'sha polni zaryadka bu yerdan migat qilib oladi. Eng qiziq narsasi, bu yerda start stop degan narsa yo'qdi. Shu yerda безопасность в первую очередь deyiladi-yu. Bu про эту машину, to'g'risi. Shunday remen qilasizlar, mashin все заведенный. Tushunyapsizlarmi? Mazza qilib haydasalaring bo'ladi, rohatcha qilib. Tak, дальше. Дальше eng qizig'i
Zima leta. Холодильники bu, hurmatli mijozlarimiz. Polni agar xohlasalaring sovuq kerak bo'lsa, agar polni ishtalaring bo'ladi. Salqingina. Tak, беспроводной zaryadkalarimizni aytib qo'ydik. Alcantarani aytmadimmi? Ey, o'sha tepasi polni qora qilingan, bironta rasxodi bo'lmaydi. Panorama lyuklari bor. Hozir operator sizga kirib ko'rsatadi. Nima deyapti bu? Xullas shunday olasizlar, minib mazza qilasizlar, hurmatli mijozlarimiz. Buni zapas xodi 1700 ta bo'lyapti. Atigi 35 mingga savdo, 35 mingga zaryad olasizlar. 1700 bemalol haydab chiqasizlar. Xo'p, orqasiga kelayotgan bo'lsak, orqasi katta. Operator bu yerda o'tiray. Polni prezidentskiy bo'lib o'tirasizlar, mazza qilib. Mana o'zi, mana bo'yim 1.85. Joyiga qarang. Yana bir 4 kishi sig'adi. Arqadan yana 2 kishilik bor. Aytgancha, mashin 7 местный. 7 kishi bemalol marakaga borasizlarmi, to'ygami, tog'gami, bemalol 7 kishi o'tirib mazza qilib kinoni ko'rib, bu yerda ham abagirevlari bor. Xo'p. Endi mana bu lagan nima deyapti? Lagan ko'ringlar, bizchani. Vahsha boshqa dunyoda bu. Arqasi bagajniga kelayotgan bo'lsak, birinchi o'chiradi bu faralar. Splashnoy bir noodatiy splashnoy faralari bir primoy ketgan. Dizayni juda ham menga yoqadi. Shunday ochayotgan bo'lsak, 480 litr bemalol sig'adi. Mana hozir ko'rsalaring, mana bu yerga ikkita jo'ralarimiz o'tiradi. Sinfdoshmi, qarindoshmi, o'rog'mi, boshqasini o'tirib bemalol tog'ga chiqib mazza qilib dam olsak bo'ladi. Bundan tashqari 480 litr aytgancha joyi bor. Pastakanliklari ham bor orqasida. Zapaskasi ham bor. Zapaskasini joyiga o'zi, bu gibrid. Gibridda bu yerda zaryadkasi bo'ladi, keyin sabwuferi bo'ladi. Bo'lib, mashinada bitta ashyolarni qo'yasiz, bas chalasiz ham hech narsani almashtirish kerak emas. Shart emas bu narsa. Mashin tappa yo'q. Xo'p. Deski zashitasi bor. Polni elektronniy hamma narsasi, birontasi qo'li qolib ketsa, xudo ko'rsatmasin, lekin bu narsa bo'lmaydi. Zashitasi, deski zashitasi bor. Xo'p. Endi hurmatli mijozlar, sizlarni Limonadniy Cherry avtosalonida kutib olamiz. Katta podarkalar bo'ladi, katta bir aksiya bo'lyapti. Agar kimga qiziq bo'lsa, bizlarning manzil Samarqand shahar, Vlad Cherry avtosalon. Hammani kutib olamiz. Hurmatli mijozlarimiz, bugunga hammani yuragini jizillatgan mashin Arizo Gibrid 8. Polni obzorini qilib o'tamiz hozir. Narxini aytayotgan bo'lsak, 364 million 900. Keling birinchi obzor передний видчасini ko'raylik. Чисто agressivniy vidchasi, LED faralari, partroniklari, yonayotgan logosi, cherrysi, kamerasi oldindan orqada bor. Hozir uzoqdan ko'rayotgan bo'lsalaring, чисто agressivniy vidchasida buni yana uch rangi bor, narda grey bor, qorasi bor, oqi bor, keyin metallika bor, чисто akulov. Чисто молодежный bachalar uchun, shu skorostni yaxshi ko'radigan bachalar uchun ana shu mashin, именно ana shu mashin yoshlar uchun qilingan, чисто такой patsanskiy mashin desak ham bo'ladi. Motorga o'tayotgan bo'lsak, motori 1.5 turbo, ham 364 ot quvvati bor. Bu deganiki любой mashinaga dam beradi bu. 100 gacha 7 sekundda 100 gacha ko'tariladi. Endi videohasini ko'rgan bo'lsalaring, balonlarga ahamiyat beramiz. Balonlari ham shu lagan dizayni, kattakon 18 lik mexki balonlar turibdi. 360 gradus kamerasi bor. Slipoy zonasi bor. Бесключевой dostupi bor. Primoy. Operatorga qiyin bo'lyapti. Kelamiz, bu tarafdan ko'ramiz.
Xo'p, bu tarafdan ko'rayotganda ahamiyat beramiz bu disklarga, ballonlarga. Lagan dizayn yana aytib qo'yaman hozir. Mягкий ballonlar. O'sha hech narsani o'zgartirish kerak emas. Bu mashina faqat minish kerak. Tamom. Biz ключевой достуp ochasizlar, mazza qilib tomosha qilsalaring bo'ladi. Splashnoy display ketyapti, yonayotganlar bor. Mana qilaylik. Uzoqdan operator videoga olib qo'y. Bitta tonirovka dardi, to'g'risi. Mashina dardi faqat tonirovka. Ahamiyat beringlar, hozir qo'shaman. Yonrayaptimi? Va chista bulvarga chiqasizlar, faqat bosasizlar. Operator ichiga o'tayotgan bo'lsak, karbonli stil Mercedes dizayniga o'xshayotgan bo'lyapti. Oldinga pamять sideniyasi bor, полный кожаный bo'lyapti. Akustikasi Sony. Ular чисто qanday desam sizlarga, komfortni o'tiribman-da. Hech lishniy joylar ham yo'q. Biron o'zim nekomfortni чувствовать qilmayapman, bir o'tirayapman, o'zimni bir qanday desam noodatiy his qilyapman-da. Polni yonyapti, men bu yerlar polni koja. Hamma joyi koja bunday. Bir xil blogerlar tekshiradi-yu. Qichqish qilyapti. Sensorli управление, обогрев, обдув bunday ham bor, беспроводной zaryadkasi bor, panorama lyuklari bor. Operator sal oldinga kelsang, mijozlarimizni ko'rsatsang, panorama lyuklarimiz bor. Aytgancha shu sensorli управление, splashnoy display bo'lyapti. Hozir bu tarafdan o'tsam, polnislarga ko'rsatib beraman. Xo'p, ketdik. Endi orqasiga o'tayotgan bo'lsak, mana polni o'zi mana aytgancha bo'yim 1.80. 1.80 bo'yim mana. Ana shuncha joy qolyapti yana. Bu yerda ham abdufi bor, обогревlari bor, Sony akustikasi bor. Ruchkasi чисто хромированный bo'lyapti. Ahamiyat beringlar, polni koja, mana bu yerlari ham yonadi. Bironta bunday qirib, bironta bo'lmaydi, hech narsa qolmaydi. Saloni ham polni koja qilingan. Xo'p. Дальше ketdik. Bagajga o'tayotgan bo'lsak, bagajga 280 litr polni ketadi. Ko'rsalaring bo'ladi. Katta bahaybat joyi. Shuni ochamiz. Zapaskani o'rniga bu yerda bo'lyapti. Shunday yo'l katta trassadan biron joyda biron nima bo'layotgan bo'lsa, shuni olasizlar. Spreychasi bor o'sha. Spreychasini shuni o'rnatasizlar. Tak, zapaskasini ko'ramiz. Zapaskasi yo'qda, lekin zaryadkasi bor. Bu luxury varianti. Birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasida o'sha subwoofer bo'ladi. Keyin aytgancha bizlarning logomizni, Vladni nakleykasini o'rnatsalaring, servisga sizga katta bir chegirma bo'ladi. Xo'p, dальше keyin mana bu stiliga bitta ahamiyat beringlar. Nima deyapti bu? Orqadan bitta operator. Viduxasini qaranglar orqadan. Yomon chiroyli-da. Agar yoqgan bo'lsa, bitta pastga like bosinglar, kommentariy yozinglar. Qanaqa mashinaga o'xshayapti? Xo'p. Eng qiziq joyi. Pamять sideniyasi bor, polni koja, shu xromirованный Sony akustikasi. Yo, bismillah. Multi rulimiz bor, cruise control, обогрев ruля, polni hamma narsa bilan jihozlangan. Mashinamiz tormoz shunday bosamiz-ku. Eng qizig'i start stop knopkasi yo'qdi. Bu yerda hamma безопасностьni o'ylaydi. Ремень безопасности shunday kiyamiz-ku. To'la tayyor haydashga mashina. Operator oldinga mana ko'rib olsangiz bo'ladi, start stop knopkasi umuman yo'qdi. Buni shu opashkalar bo'ladi-yu, tonirovkachalar qilib, bulvarga chiqib, axlalas deb haydab yuramiz-da. Karbonoviy mana bu nakleykalar bo'lyapti, polni. Xo'p, rejim bo'yicha aytayotgan bo'lsak,
gibrid varianti bu, keyin elektr varianti bu. Elektr variantda biz 90 km haydaymiz. Agar gibrid qo'yayotgan bo'lsa agar 1200 bemalol haydaydi. Buni o'zini generatori bor, shunday desak bo'ladi, generatori bor. Qancha ko'p haydasak, shuncha o'zi quvvati bilan podzaryadkasini beradi. Ana shuning uchun 1200 km bemalol haydab yuradi. Xo'p. Nimani aytamiz? Bu yerda zaryadkasi беспроводной bor. Холодильник ham bor. Kojni, bu yer ham barchasi kojni bo'lyapti, polni. Keyin nechta rejimi bor? 3 ta rejimi bo'ladi: Eco, normal va sport. Menimcha hamma sportda haydaydi. Sportni bossa agar 100 gacha 7 sekundda bosadi. Xo'p. Keyin eshiklarga bitta ahamiyat beringlar. Bu dizayniga Mercedes stilida qilingan pamesideniyasi bilan vashti. Hurmatli mijozlar, faqat sizni kutib olamiz. Polni xizmatda bo'lamiz. Kimga bonuslar, aksiyalar nima bo'layotgan bo'lsa, faqat Vladda bor. Respublika bo'yicha faqat Cherry limonadli Vladda. Hammani kutib olamiz. Kommentariyani qoldirasizlar. Bizlar xizmatda bo'lamiz. Assalomu alaykum.